Qurilish va kommunal sohada ro'y bergan muhim voqealar tafsiloti bilan Hafta Dayjest. Jahon banki vakillari bilan energiya samaradorlik dasturi bo'yicha kelajak rejalari muhokama qilindi. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligida Jahon banki loyiha koordinatori Yorn Hunteler boshchiligidagi delegatsiya ishtirokida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda vazir o'rinbosari Ozoda Jo'rayeva, Issiqlik ta'minoti aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi Ilhom To'rayev hamda boshqa mutasaddi rahbarlar qatnashdi. Uchrashuvda ko'p qavatli uylarning energiya samaradorligini ta'minlash dasturi doirasida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan loyihaviy model, shuningdek, Jahon banki ko'magida bajarilishi rejalashtirilgan ishlarning yo'l xaritasi bo'yicha fikr almashildi. Uchrashuv yakunida kelgusi istiqbolli hamkorlikka kelishib olindi. Buxoroda ayrim ko'p kvartirali uylarda qurilish sifati tanqidiy o'rganildi. Vazir o'rinbosari Toyir Alimatov boshchiligidagi ishchi guruh Buxoro viloyatida ko'p kvartirali uy-joylarning seysmik holatini o'rganish ishlarini olib bordi. Romitan tumanida ayrim uylar poydevori va sanuzellarida gidroizolyatsiya ishlari me'yorlarga muvofiq bajarilmagani, sifati past materiallardan foydalanilgani qayd etildi. Vazir o'rinbosari tomonidan ushbu holat bo'yicha loyiha va qurilish ishlari bilan shug'ullanayotgan tashkilotlar faoliyatini qayta ko'rib chiqish, zarur hollarda chora ko'rish lozimligi ta'kidlandi. Qashqadaryodagi yangi masjidda boshqaruv kompaniyasi faoliyati o'rganildi. Vazir o'rinbosari Ozoda Jo'rayeva Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Yangi O'zbekiston masjidida faoliyat yuritayotgan Mubina boshqaruv servis kompaniyasining ish faoliyati bilan tanishdi. Kompaniyaning moddiy texnik bazasi, aholiga yaratilayotgan sharoitlar, qo'shimcha xizmatlar tahlil qilindi. Mubina boshqaruv servis kompaniyasi 54 ta ko'p qavatli uyda istiqomat qilayotgan 5000 nafardan ortiq aholiga xizmat ko'rsatmoqda. Kompaniya tomonidan 10 ga yaqin texnik vositalar xarid qilinib, servis xizmatini kengaytirish choralari ko'rilmoqda. Xorazmda qurilish nazoratiga oid o'quv mashg'ulotlari boshlandi. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vaziri o'rinbosari Toyir Alimatov Xorazm viloyatida boshlangan qurilish loyihalari ijrosini tashkil etish va sohada davlat nazoratining o'ziga xos jihatlari mavzusidagi o'quv mashg'ulotlarini ochib berdi. Mashg'ulotlarda ko'p qavatli binolarni loyihalashda seysmik xavfsizlik talablariga rioya etish, 12 va undan yuqori qavatli inshootlarni ilmiy-texnik ekspertizadan o'tkazish tartibi, loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqish va loyiha ofisi bilan kelishish bosqichlari bo'yicha ishtirokchilarga zarur nazariy va amaliy ma'lumotlar berildi. Yevrokodlar bo'yicha xalqaro treningda qurilish normalariga oid tajriba almashildi. Texnik me'yorlash va standartlashtirish ilmiy-tadqiqot institutida 28-30 may kunlari Yevrokodlar bo'yicha xalqaro seminar trening o'tkazildi. Unda TAIEX ekspertlari, Ruminiyaning ASRO tashkiloti vakillari Kristina Popa va Speranza Shtomf, shuningdek Italiyaning Turin Politexnik universiteti professorlari Gabriel Bertagnoli, Fabio Di Trapani va Sebastiana Foti ishtirok etdi. Treningda Yevrokodlarning amaliy ahamiyati, milliy normalar tizimiga integratsiya masalalari va xalqaro tajribalar muhokama qilindi. Qurilish korxonalarida innovatsion boshqaruv bo'yicha ilmiy mulohazalar bildirildi. Kompetensiyani rivojlantirish institutida Toshkent arxitektura qurilish universitetining tayanch doktoranti Nozima Nig'matjonovaning qurilish korxonalarini innovatsion texnologiyalar yordamida boshqarish istiqbollari mavzusidagi ilmiy ish yuzasidan seminar tashkil etildi. Unda institut rektori Azamiddin Qo'ldoshev, soha professorlari va mutaxassislar ishtirok etdi. Tadqiqotchining ilmiy qarashlari tinglanib, ularning amaliyotdagi tatbiqi yuzasidan tavsiyalar berildi. Shu va shu kabi muhim yangiliklardan doimiy xabardor bo'lish uchun ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'ling.